Ana sinfdoshlar maktab tugatganimizga 15 kun bo'lishdan yig'ilib qaytib oqibatli buzadi. B sinflar uchun ko'rishmaydigan bo'pti. Ular o'zi maktab davri ham bir-biri bilan kelishmasdi-ku. D sinflar выпускнойga ham to'liq yig'ilmagan o'zi. O'zi bittasi yur biza. Nima baqir chaqir bu yoqda? Sinfdoshlar ekan. Voy, sinfdoshlar yig'ilibdimi? Buncha zo'r yig'ilishibdi-da. Agar har oy mana shu yig'ilsalaring, sizlarga 10% skidka. Bo'ldi, har oy yig'ilamiz-a. Bir oy o'tib ketdi, yana ko'rishdik. Hech kim ishonmagandi bizaga. Beg'ubar kimga gapiryapsan? Repetitsiya qilaman-da, kelsa gapiraman hozir. Kelmadimi uni? Yo'q, hech kim kelgani yo'q. Sinfdoshlaringiz kelgani yo'q, ko'rganim yo'q men. Siz biz bir oy oldin kelib o'tirgandik-ku hammamiz. Kelmadini qanday aytsam tushunasiz? Keladi. Ana shu sinfdoshlarim kelmadimi aka? Nimaga aka? Ana keldi sinfdoshlaring. Qani? Hazillashdim. Boring Ha, bir haftalik ekanmiz, hali nima oqibating? Biz keldik, chetdik. Senga prank qilgandik. Keldingizlarmi? Men biladim sizlar kelishlaringizni. Nima qilyapsan sen? Ko'zimga ko'rinib ketibdi. Qani sizlar? Bu boshqa gap. Ha, opa, nima o'yla? Ha, opam Xon saroyini muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich to'lovini to'lab, qolganini 48 oyga bo'lib to'lashga uyapti. Ha, o'shanga xursand bo'lyapman. Men sinfdoshlarim keldi deb o'ylabman. Ha, senlar hech qachon yig'ilmaysanlar. Bitta boshida yig'ilasanlar, keyin shu bilan hammang tarqab ketasanlar. Yig'ilamiz, topaman. Topib olib kelaman hammasi. Topamanmi? Voy, topa olmaysan. Altın gülü 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 gülü. Altın gülü 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 gülü.